İman Diyarı Dernek Başkanı Sayın Mahmud Emin hocamızı konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin, emma ba'd. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Yerfa'illahüllezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat. Hürmetli dernek başkanlarımız, hürmetli ustazlarımız, hürmetli çoğunlarımız, mihmanlarımız, bugünkü bu yekşembe günü ettigen saatte aram aldığan vaktimizni çıkarıp bu sorunga keppägellikleri üçün hemmelerge rahmet etimiz, hemmeylendin Allah razı olsun. Muhterem kırındaşlarımız, şu yukarıda okulgan şu ayet-i kerimede Rabbimiz Celle ve Ala şundaq deydi: İçinlerden mümin boğan kişilerini ve ilim berilgen kişilerini mertebe cəhətdə nəhayət yuqur pəlləgi götürdü. Dünyada xar milletinin, biçare milletinin, ahvalı naçar milletinin ahvalını ıslah kılıdığan iki amil bu ayet-i keriminde sözlendi. Birincisi iman, ikincisi ilim. Bunun başka üçüncü bir çıkış yolu yok. Mümin bulmay durup, imanı bulmay durup, ügengen ilim insanını bundaq yuqur mertebege kötürenmeydi. Ve mümin bulup ilimsiz kalsakmı, bu mu bizni yuqur mertebege kötürenmeydi. Yuqur mertebege kötürülüşümüz üçün biz mu dünyada bir insandek yaşayışımız üçün özümüzün barlığımızını, mevcudiyetimizni ispatlaş üçün birinci biz davamlıq imanımızda müstehkem boluşumuz gerek. İkinciden ilim ügünüşümüz gerek. Mana bu iki nokta nayeti muhim. Muşu noktini asas kılgan halda Rabbimiz Celle ve Ala'nın fazla merhameti bilen ve bir türküm kalbi oçuk muşu hizmetlerge hizmet kılışını Allah kalbige sağan dostlarımız bilen bu seferge çıktık. Rabbimiz Celle ve Ala bizni bu seferde taşlap koymadı. Ve her birilerimi devamlılık bizge yardım ve duada bulunuşla Rabbimiz Celle ve Ala her bireylerinin bu dualarını kabul kılsın. 2014 yıldan başlap hazırki kayıtsızlık elhamdülillah ma'lum bir neticeler kolga geldi. Bu neticelerimi Rabbimiz Celle ve Ala'nın fazla merhameti bilen obdan boldu dep qaraymiz. Yanıla bu bizninki milletimizge nispeten yoki bizninki hazır chiqish yolumuzga nispeten yeterlik emas. Biz tıxımı bundan keyin bu haqda alohida boshqa turishimizga, izlanishimizga to'g'ri keladi. Biz bu chet el hayotimizda nima ish qila olamiz? Birinchi masala bu. Bizning faqat qila oladigan ishimiz, qarindoshlarimiz, har oiladan haqiqiy iymondor bo'lgan va mushu hozirgi davrdagi doktoralik martabasi yuqori saviyadagi ilm deb hisoblangan mushu davrda har oiladan birdan bir doktor chiqarishimizga tirishishimizga to'g'ri keladi qarindoshlar. Har bir oiladan. Mayli 2 balımız olsun, mayli 3 balımız olsun, mayli 1 balımız olsun, mayli 5 balımız olsun, her oiladan birdan doktor chiqsin. Mayli islomiy darsliklarda bo'lsin, mayli har xil sohalarda bo'lsin, buningga qattiq tirishayli. Buni qig'il olamdi, qig'il oladi. Dunyoda biz Uyg'ur Türkleriga nisbatan va bizlarga nisbatan mushu Turkiyadek mushu xizmatimizga sharoit mushunda qolaylik bo'lgan, yaxshi bo'lgan bir sharoitni biz dunyoning hech yerida topolmasligimiz mumkin. Universitetlarning ko'pinchisi oz pul bilan o'qitadi yoki haqsiz o'qitadi. Magistrlik, doktorlik o'qiydigan sohalarga kelgan vaqtida uning iqtisodiy ahvoli texmi azam bo'ldi ekan, universitetmi azam bo'ldi ekanda endi. Shuni mush sohada qarindoshlarimiz nihoyatda jiq tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Her ishga avval niyat ketadi. Innamal a'malu binniyat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin deganidek evvel bir niyet qilish to'g'ri keladi. Men mushu chet elga chiqibman. Ballarim borken, mushu ballini qanday qilaman deydiganni bir niyat qilamiz. Niyatni qanday qilamiz?
evvel imandar bir farzand qilib tarbiyalaydiganini niyat qilamiz. Ikkinchidan, yuksak yuqur bilimlar yurtida va yuqur maktablarda alohida unvonlarga erishgidek darajada o'qitay deydigan bir narsani maqsad qilamiz. Bu nihoyatda muhim. Buni qig'il olamdi desa qig'il bo'ladi. Har birimiz shunga shunday tirishchilik ko'rsatishimiz to'g'ri keladi. Hamda bu biz millat nihoyatda uzun muddat mustamlikada qolib qolgan xorliq holatda shunday bechora bo'lib kelgan millat. Biz vatandagi ahvolni o'zimiz bilamiz, vatandagi diniy ustozlarimizning ahvolini bilamiz, ulamolarimizni bilamiz. Nihoyatda oz sonda. Ya'ni qo'limiz bilan sanig'ilog'idek har bir yurtdan birasi yo ikkisi bor. Mushunchilik bir darajada, ya'ni haqiqatda ching tug'an Allohning dinini haqiqiy o'g'itishda ching tug'an va o'zimi shu o'rgatgan islomga amal qilgan, iymondor bo'lgan shunday kishilar nihoyat oz sonda. Ko'pinchimiz ahli ilmlar bo'lsa, yoki qori Qur'onlar bo'lsa, ustozlar bo'lsa, yoki ziyoli sibidikilar bo'lsa, bu haqiqatda ching turolmagan. Yoki ilmga bek berilgan bo'lsa-mu, iymondan jiroqlab ketgan, iymonga berilgan bo'lsa, ilmdan jiroqlab ketgan. Mana shu sabablik beshimizga bugungi bu qora bulut shunday bir tog'ning ustiga yuklab qo'ysa, tog' ko'taranmagidek shunday bir musibat beshimizga keldi. Qur'oni Karimda وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Sizlarga yetayotgan musibat o'zinglarning qilmishinglar sababli yetadi. Sizlarga kelayotgan musibat, beshinglarga kelayotgan musibat o'zinglarning xatoliginglar sababli keladi. Mana bu Qur'oni Karim. Bizning o'zimizning xatoligimiz, ota-bovlarimizning xatoligi, ustozlarimizning, cho'nglarimizning ilgirki tarixlarda o'tganlarning xatoliklaridan ayırıp qarashga bo'lmaydi. Albatta hammasi undaq emas. Ma'lum bir alohida ustozlarimiz, peshqadamlarimiz, ota-bovlarimiz, cho'nglarimiz o'tgan bo'lsa-mu, ko'pinchimiz mana shundaq bir ozg'unlik ichida yashagan. Hamda biz Musa alayhissalatu vasallamning qavmini Robbimiz jalla va ala bayabani tehda 40 yil iziq turib, u yerdagi eski, nachar, idis, chatoq, hasadxo'r, kibr, menmenchilik shundaq nachar ideyalik insonlar shu yerda o'lib tugab, undan keyin yana bir yaxshi naslni Hazrat Musa alayhissalatu vasallam uningga tarbiyalab yetishtirib, undan keyin bu bir xotirjamchilik chiqqanga o'xshash, ma millat quruq gap bilan gap bo'lmaydi qarindoshlar. Gap iymonda, gap bilimda, gap ilmda. Ma'ni biz qila olamiz. Shundaq niyatni qilaylikki, Robbimiz jalla va ala bu yaxshi niyatlarga albatta yetkazadi. Robbimiz jalla va ala hammalarga gunohlarimizni mag'firat qilsin, hammalardan rozi bo'lsin. Atdiganda shukur degandek kapaganlar ko'p rahmat, hammalardan Alloh rozi bo'lsin.